Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bizning bugungi manzilimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida joylashgan Sayfulla Behruzbek fermer xo'jaligi. Bu yerda 30 gektar maydonda Hongtay 6636 hamda 40 gektar maydonda Sinluzong 73 navlari ekib parvarish qilinmoqda. Paxtalarimiz 76 ga 10 sxemada qo'sh qator qilib ekilgan va ayni paytda bizning mutaxassislarimiz fermer xo'jaligi rahbariga o'zining maslahatlarini berishga hozirlanmoqda va undan avval biz dalani ko'zdan kechirmoqdamiz va mutaxassisimiz ko'chatlar sonini hisoblab chiqyapti. Bizni kuzatib boring va albatta fermerga beriladigan maslahatlar, tavsiyalar siz uchun ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Manzilimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Sayfulla Behruzbek fermer xo'jaligi. Bu yerda 30 gektar maydonda Hongtay 6636 va 40 gektar maydonda Sinluzong 73 navlari qo'shqator usulida 76 ga 10 sxemada ekilgan. Ko'chat sonini aniqlash uchun har bir nuqtada 2,92 metr uzunlik o'lchanadi va har bir qatordagi nihollar soni sanaladi. Har bir nuqtadagi nihollar soni 100 ga ko'paytirilib, bir mu maydondagi nihollar soniga aylantiriladi. So'ngra 5 ta nuqtadagi natijalar o'rtachasi olinib, dalaning umumiy unib chiqish ko'rsatkichi aniqlanadi. Paxta dalasida yana 6 ta namuna olish nuqtasi belgilanadi. Har bir nuqtada 4,25 metr uzunlik o'lchanadi va ikki qator bo'yicha nihollar umumiy soni sanaladi. Har bir nuqtadagi nihollar soni 100 ga ko'paytirilib, bir mu maydondagi nihollar soniga aylantiriladi. Yakunda 5 ta nuqtadagi o'rtacha ko'rsatkich olinib, dalaning umumiy unib chiqish darajasi aniqlanadi. 176.700 73 noni. Anikin Xitoy selkasida qo'sh qator ekib urug' yaxshi tushmagandan keyin 158.250 ta ko'chat. Hozir yana chiqaman deb turganlar bor. Ba'zanlar sirtiga tushib qolganlarim bor. Selka uxlatibdi-da. Lekin shunda olasiz. Ba'zi yerlarda yo'q. Yo'q, ketib berib bilan bir yerda ham shunday ko'p. U yerlarniki etdim, egarda masalan buni ko'raylik. Bu mana ham chiqyapti. Buni boyaqda biz hisoblagan hisobga olmaymiz-da. Bu chiqyapti. Bu chiqyapti. Hammasi chiqyapti. Bu o'zi to'liqlanib ketadi. Chiqmagan yerlarnikini emas hamma yerdagi. Uning amal yo'q-da hamda. Chigit yo'q ichkari. Masalan bu 2-3 ta bo'lgan bo'lsa, turavergayda, bu turavergay. Chunki bu o'simlik shunday bittasiga so'qashganda qaysi bo'lmas so'zga ketadi-da. Texi balkim shunday bu yuzda o'z yo'qlari bu bittasida 50 ta ko'sak bo'lib qolsa. 45 50 ta. Ba'zilarda masalan yo'q ketib ber, mana bunday ko'raylik. Men bu yerda bitta turyapman. Buni endi 50-60 ta bo'lib qolishi mumkin. Hech kim bilmaydi-da. Hozir hada mana chiqaman deb turganlar bor. Buni biz boya metr tatqanni hisobga olmaganmiz-da, tuproq astilgan. Buni hisobga olmadik. Uni olsak ham bo'ladi, olmasak ham bo'ladi. Chunki u chiqmagan-da, biz ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz. Hisobga olinmaydi. Unda narxi 80 ming ko'chat bor ekan unda. Yo'q, faqat shu taraf shunday ekan. Boya borib ko'rganman-da. Bu yerga o'xshash nima bak emas, lekin o'zida 110 ming atrofida. 100 ming. Albatta ko'sakda ekan. Siz ochilgach, shunday telefon qilasiz, kelaman, o'g'it berishdan oldin telefon qiling menga. O'zbekiston barlanib qolsam kelaman. 1-2 kun oldganing bo'lgan hech qanday muammo bo'lmaydi. Xato berib qo'ysangiz mana bunday. 3 qator, 4 qator, 1 qator ham ekilgan yerlar bor. Hurmatli hamkorlar, hosilingizga baraka va ko'rishguncha deymiz, chunki biz boradigan keyingi manzil balki aynan sizning hududingiz bo'lar. Salomat bo'ling.